Muhim xushxabar. Endi O'zbekistonda kam ta'minlanganlarga pul beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq Uchta 5 Uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Qayd etilishicha, Prezidentning tegishli qarori bilan 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelga qadar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi hamda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan, shuningdek reyestrlarga kiritilmagan, biroq moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezonlariga to'g'ri keluvchi oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravaridan oshmaydigan oilalarga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha oilaga bazaviy me'yordan, tabiiy gaz iste'moli bo'yicha isitish mavsumida oyiga bazaviy me'yordan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda oyiga bazaviy me'yordan 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qism uchun bazaviy me'yor doirasidagi hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. Shuningdek, isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga 1 million so'm miqdorida bir martalik yordam beriladi. 2025-26 yilgi isitish mavsumida aholining ehtiyojmand qatlamini qo'shimcha moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning noyabr oyida quyidagi oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Reyestrlarga kiritilgan oilalarga mahalla yettiligi xulosasi asosida reyestrlarga kiritilmagan, biroq yordamga muhtoj oilalarga. Bundan tashqari, mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxat shakllantirilishda birinchi navbatda boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari bir yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslardan iborat bo'lgan oilalar, nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlayotgan oilalar, uzoq muddatli davolanishni talab etadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar yashovchi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan, yolg'iz yashovchi kimsalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, 3 va undan ortiq oila yashaydigan xonadonlarda hamda gaz ta'minoti bo'lmagan va markazlashtirilgan, tabiatda isitilmaydigan ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar inobatga olinadi. Qo'shimcha ravishda shakllantiriladigan ro'yxatdagi oilalar soni reyestrlarga kiritilgan oilalar sonining 40% dan oshmasligi lozim.